Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Ushbu suhbatimizda inshaalloh Soqron Amir Temur hazratlarining 671 yilligiga millat iftixori ko'rik tanloviga berilgan maqolamiz 2007-yili 5-aprel kuni Surxon tongida nashr qilingan mavzusi Amir Temur Soqron hazratlari va uyg'onish davri. Insoniyat tarixida 3 sohibqiron o'tganligi va ularning har birlari darhaqiqat tarixiy shaxs sifatida siz bilan bizga o'xshab yashaganligi ma'lum. Lekin har birlari ana shunday ilohiy ne'mat sohibi bo'lganliklarini bilib bilmay yashashgan bo'lsalar-da, hammasi oqsoch ona tarix sahifalarida o'zlaridan o'lmas, o'chmas iz qoldirishgan. Birinchi sohibqiron 7 iqlim hukmdori, dunyoning 1/3 qismini zabt etgan Yunon fotihi, Rum qaysari Aleksandr Makedoniyskidir. Ikkinchi sohibqiron Alloh taoloning izni bilan odamlar orasidan tanlangan Mustafa, Xotamon Nabiy, payg'ambarlik muhr sohibi, ikki olam sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlari ham buyuk tarixiy shaxs sifatida ma'lumdirlar. Uchinchi sohibqiron ulug'lik in'om etuvchi, saodatli yulduzlar sohibi 1336-yili 9-aprelda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida Shahrisabz Kesh hokimi Hoji Barlosning birodari To'rag'ay Bahodirning oilasida tug'ilgan Amir Temur hazratlari bo'ladilar. To'rag'ay Bahodir va uning qaylg'i buxorolik zodagonning qizi Sakina bonularning shar'iy nikoh to'yida marokashlik sayyoh Ibn Battuta maxsus tashrif buyurgan edi. Negaki Ibn Battuta 1333-yili Misrning Aleksandriya, Iskandariya shahrida 1340-1385-yillari Mo'g'ullarga qarshi isyon ko'targan Eron, Xuroson va Mavara-un-Nahrning bir qismida Sarbadorlar davlatining birinchi rahbari Hazrat Shayx xalifa bilan uchrashganida yaqin yillar ichida 7 yulduz sohibi Iskandar Monan dunyoning 1/3 qismini zabt etuvchi, ilm ma'rifat homiysi, xalqlarni yagona Allohga e'tiqod ettiradigan, salibchilarga, mo'g'ullar istibdodiga barham beradigan, g'ayri dinlar yashaydigan mamlakatlar uning siyosatiga tan beradigan, g'arb bilan sharq munosabatlarida yangicha evrilish yaratadigan, g'arbni sharqning ma'naviy ilmiy merosi bilan tanishtiradigan shijoatli, 10 kunlik yo'lni 3 kunda ilohiy qudrat ila bosib o'tadigan shaxs tug'ilishi haqida bashoratlar Iskandariyadagi kitoblardan birida aytilgan. Siz sayyoh bo'lganingiz uchun bu bashoratni sizga aytmoqdaman. Mo'g'ullar istibdodi kuchayib ketmoqda. Siz ana shu bashoratning guvohi bo'lish uchun Buxoroga shoshiling. Buxorolik boyning qizi Buxorodan chekka yurtlardagi boyning o'g'liga uzatiladi. Sichqon yili boshlanishining 20-21 kunida o'sha go'dak tug'iladi. Mening aytganlarimning esa bir belgisini o'sha nikoh marosimiga borganingizda tug'ilajak go'dakka ma'naviy uvaysi pirlarning suhbatlarini eshitganingizdan keyin ilohiy bashoratning haqligiga
iymon keltirasiz inshaalloh deb aytganlari bois Ibn Battuta Buxoro tomonga tez yo'lga tushadi. Ibn Battuta Buxoro amiri Qozonxonning huzuriga yetib kelib, uning ishonchini qozonadi. Ikkinchi sohibqiron Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, islom diniga rag'bat, e'tiqod, hatto mo'g'ullarda ham paydo bo'lganligining guvohi bo'lishi ham Ibn Battutani hayratga soladi. Marokashlik sayyoh Ibn Battuta o'rdak bolasiga Shayx xalifa hazratlari ta'riflagan 2 yoshning nikoh to'yi bo'lishini sabrsizlik bilan kutadi. Nihoyat 1335-yil iyunning oxiri, iyulning boshlarida saraton oyida mazkur to'y boshlanadi. Ibn Battuta esa Uvaysi pirlarning suhbatini tinglash maqsadida har bir guruhning suhbatlariga e'tibor bera boshlaydi. Chekkada 7 kishi bir xil oq libosda, bosh oyoq kiyinishgan, 7lari ham bir xil qaddi qomatda, yuzlaridan nur yog'ilgan, nigohlarida nuroniylik mehri balqib turganlarini ko'rgach, bashorat kalitini inshaalloh shular aytishsa kerak deb yaqinroq borib suhbatlariga quloq soladilar. Ulardan biri: "Qani hazratlar, bu 2 qalbga muhabbat tilaylik. Inshaalloh bu juftlikdan hammamiz kutayotgan 7 baxt yulduzi sohibqiron tug'ilajak. U ulg'ayib, dinimiz homiysi, siz va bizlardan ilgari o'tgan Allohning do'stlari, avliyolarning nomlarini, xilxonalarini obod etuvchi, islom diniga ravnaq beruvchi 7 iqlim hukmdori nomini asrlar osha el xalq e'zozlajak. Amin deb duo qilishadi." Dunyoning 2 qismida begunoh xalq qirg'in bo'la boshlagan edi. 1350-yili Yevropaning 7 yirik davlati salbchilari islom dinining ta'siridan Yevropani saqlab qolish maqsadida hamjihat bo'lib, 3 bor Osiyo qit'asining g'arbiy hududlarida joylashgan Kichik Osiyo, Yaqin Sharq mamlakatlariga shiddat bilan bostirib kirib, aholini qirg'in qilishadi. 1350-yili Osiyoning Markaziy Osiyodagi Chig'atoy ulusiga qarashli bekliklar milliy mustaqillikka erishish uchun mo'g'ul istibdodiga qarshi harakatni boshlab yuborishadi. Bu davrda Temurbek endigina 14-15 yoshlarga o'spirin yigit yoshiga yetgan edi. Amakisi Hoji Barlos bilan Shahrisabz hokimi bilan birga yurib, mo'g'ul xoni noibining xizmatiga yollanadilar. Chig'atoy ulusidagi beklar Chingiziylar avlodidan bo'lishsa, bir-birlarining hududlariga hamlalar qilishib, ichki nizolar kuchaya borayotganligining guvohi bo'lgan Temurbekning qalbida mo'g'ul istibdodidan najot topish niyatlari kurtaklay boshlaydi. Samarqand va Buxoro xoni Qozonxon bilan Balx xoni Qozog'on toji taxt uchun jang qilishadi. Bu jangda Qozonxon o'ldiriladi. Qozonxonning o'rniga To'g'liq Temur tayinlanadi. Hoji Barlosga nisbatan Samarqand va Buxoro xoni To'g'liq Temur adovat qila boshlaydi. Hoji Barlos Shahrisabz kechni tark etib Balx tomonga qochadi. Temurbek 1360-yillari Balx, Termiz, Nasaf, Qarshi, Samarqand atrofidagi hududlarda mo'g'ullarning kichik qurollangan o'lponchi soliqchilariga hamlalar uyushtirib turadi. 1362-yili Temurbek Balx viloyati amirining o'g'li Amir Husayn bilan tanishadi. Shu yili uning singlisi O'ljoy Turkon og'aga uylanadilar. 1362-yili Amir Husaynning tanishi Malik Qutbiddin Chig'atoy ulusi tarkibidagi Seyiston viloyatining beki. Bu hudud Afg'oniston mamlakatida mavjud.
Qutbiddinning Mo'g'ullarga qarshi jang qilishida Temurbek yollanib, shu jangda yaralanib, o'ng qo'l va o'ng oyoqlaridan jarohat oladilar. Oqsoq bo'lib qoladilar. Tarixda Temurlang, Oqsoq Temur nomi ana shu jang tufayli tarixda qoladi. 1363-yili Amir Husaynning tashabbusi bilan Termiz yaqinidagi Orol payg'ambarda Mo'g'ullarga qarshi jang qilish rejalashtiriladi. Amir Temur bu jangda o'z tarafdorlarini to'plab ulgurmay, Mo'g'ullar uning qo'shini ustiga Shabixun kechasi hamla qilishadi. Tashabbuskor Amir Husayn esa Orol payg'ambarga yig'ilayotgan Temurning odamlarini Amudaryoning chap sohilidan kuzatib turadi. Mo'g'ul hamlasidan omon qolganlar bilan Temurni hatto daryo qirg'og'iga chiqib Hulim Afg'onistondagi shahar tomon ketayotganini ko'rib turgan bo'lsa-da, holing qanday deb so'ramaydi. Albatta Temurning mag'lub bo'lishini xohlagan Amir Husayn Mo'g'ullarni ogohlantirgan va shuning uchun ham Temurga yordam bermay chetdan kuzatib turadi. 1365-yili Loy jangining hal qiluvchi pallasida ham Amir Husayn Temurbekka yordam bermay xiyonat qiladi. 1366-yili ham Samarqandni Mo'g'ullardan tozalagan Sarbadorlar harakatining yetakchilari avval izzat bilan kutib olinib, ertasiga 3 kishidan 2sini qatl ettirgan ham Amir Husayn bo'lib, Temurbekka qarshi tutayotgan o'zining taktikasi fosh bo'lishini istamay, ayg'oqchilari Sarbadorlarni qatl ettiradi. Bunda ham xiyonat borligini Temurbek sezsa-da andisha qiladilar. 1366-yili Amir Temurning birinchi zavjasi O'ljoy Turkon og'o Amir Husaynning singlisi vafot etadi. 1370-yili asli xoin Amir Husayn ekanligiga nihoyat ishonch hosil qilgan Amir Temur uning Xuttalon begi Kayxusrav ixtiyoriga topshiradi. Amir Husayn o'zining qilgan barcha xiyonatlarni tan olgach qatl etiladi. 1370-1405-yilgacha bo'lgan davrda sohibqiron Amir Temur darhaqiqat 7 sayyora sohibi, 7 iqlim hukmdori, islom dini homiysi, ilm ma'rifat targ'ibotchisi, Markaziy Osiyoda 8-11 asrlarda yuz bergan Renessans uyg'onishining 14-15 asrlarda Yevropaga kirib borishini boshlab bergan buyuk tarixiy shaxs ekanligini jahonga isbotladilar. 1396-yili Turk sultoni Boyazid Yildirim qo'shinlari salibchilar lashkarining bir qismini Nikopol, Bolqon yarim orolida joylashgan kichkina shaharcha yonida tormor keltiradi. Sulton Boyazid g'alabadan endi g'arbga, Yevropaga ham chiqishi yoki Amir Temur imperiyasiga ham hujum qilish mumkin bo'lgan imkoniyatdan esankirab qoladi. Salibchilarning tashabbuskor davlat rahbarlari, najotkor, xaloskor faqat Amir Temur bo'la oladi deb sohibqironning Qorabog'dagi joylashgan qarorgoh yo'q. Salibchilarning tashabbuskor davlat rahbarlari, najotkor, xaloskor faqat Amir Temur bo'la oladi deb sohibqironning Qorabog'dagi joylashgan qarorgohiga o'z vakillarini yubora boshlashadi. Sohibqiron Amir Temur hazratlari Yevropaliklarni qabul qilar ekan, o'ta ziyraklik, donolik, siyosiy davlat arbobi va mohir sarkarda sifatida ularni tinglab, jang qilmaslikni kengash bilan hal qilinadi deb tajribali diplomat kabi kuzatib qo'yadilar. Sohibqiron Amir Temur hazratlari Boyazid Yildirim agar o'jarlik qilmaganida, uning imperiyasiga tahdid solmaganida edi, salibchilar har birining davlatigacha quvib borib yakson qilish mumkinligini his qiladilar. Sohibqiron Amir Temur hazratlari Yevropa qit'asini Usmonli turklar asoratiga solmoqchi
bo'layotgan xalqni bartaraf etish lozimligini teran anglasalar-da, vaziyatni tahlil qilishda shaxmatchilar kabi chuqur mulohaza yuritadilar. Markaziy Osiyoning 150 yil davom etgan Mo'g'ul istibdodidan xalos etilishi, Rossiyaning ham 180 yillik Mo'g'ul asoratidan najot topishi, O'rta Yer dengizi sohillaridan G'arbiy Xitoy chegarasigacha qadar hududni yagona saltanatga bo'ysundirish oson kechmayotganligi, tobe o'lkalarda isyonlar bo'lib turayotganligi sohibqironni yana chuqurroq mulohaza etishlariga majbur etadi. Amir Temur hazratlari Yevropaning qaysi davlatlari bilan do'stlik aloqalari o'rnatmasinlar, ya'ni Vizantiya imperatori Manuel II o'zining 2 nafar monaxi kohinni Fransis va Sandronni otalarini vakil etib jo'natadi. Konstantinopol, Istanbuldagi geniyalik savdogarlar mahallasidan ham vakillar Geniya hukmdori Karl VI nomidan Qorabog'dagi qarorgohiga kelishadi. 1399-1402 yilgacha juda ko'plab davlat arboblari qirollarning iltimoslarini sohibqiron Amir Temurga yetkazishadi. Ular o'z maktublarida qanday bo'lmasin Boyazid Yildirimning Yevropa davlatlariga solayotgan tahdidini bartaraf etishda harbiy harakatlarni jadallashtirish mazmunida bitilgan edi. 1402 yilning yozida Anqara yonida Boyazid Yildirim bilan jang qilib, uning o'zini va oila a'zolarini asir oladilar. Usmonli turklar tormon etiladi. Xuddi shu yili oktyabr oyida sohibqiron Amir Temur hazratlari salibchilarning muqaddas Iona ritsarlik ordeni joylashgan shahar Smirna, Makedoniya bilan Bolqon yarim oroli orasida joylashgan shahar qarorgohini ham zabt etib, salibchilar butunlay tormor etiladi. 14-15 asrlarda Temuriylar imperiyasi o'zining yuzini dunyoga ochdi. Ma'lumki, milodning 8 va 12 asrlarda jahon afkor ommasi Markaziy Osiyolik olimlarning yozgan asarlari va kashfiyotlaridan bexabar edi. 8-asrdayoq Mavoraun Nahr Xurosonning aql zakovat sohiblari tufayli insoniyat tarixida birinchi Renessans uyg'onish davri boshlangan edi. Ana shu uyg'onish sohibqiron Amir Temurning imperiyasi hududlaridan, ya'ni sharqdan g'arbga tomon tarqala boshlaydi. Bu jarayon 1402 yildan e'tiboran boshlanadi. Yevropa qirolliklari sohibqiron Amir Temur hazratlarining imperiyasi bilan har tomonlama munosabatlarni o'rnatishga kirishadilar. Shuningdek, g'arbdan kelganlar Mavoraun Nahrning qadimgi tarixi bilan hamda Amir Temur hazratlarining ma'rifat, ilm, fanga jiddiy e'tibor berayotganligini ko'rishadi. Bu mamlakat